Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu ayniqsa 60 yoshdan oshgan, 20 yoshga yaqinlashayotgan, pensiya yoshiga kirib borayotgan va 60 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Men sizga oddiy gapni aytaman. Agar hujjatlaringiz, ish stajingiz, kadastringiz, bankdagi majburiyatlaringiz yoki ijtimoiy nafaqa masalalaringiz tartibga solinmagan bo'lsa, keyin kech bo'lishi mumkin. Hozir davlat xizmatlari, pensiya, soliq, kadastr, meros va ijtimoiy yordam tizimlari tobora raqamlashtirilmoqda. Bu yaxshi tarafdan qulaylik beradi. Lekin hujjatida xato bor odam uchun katta muammo ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot sizning nafaqangizga, uyingizga, yer uchastkangizga, farzandlaringiz nomiga rasmiylashtirilgan mulkka, kredit va qarzdorliklaringizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing, chunki men bunday murakkab qonuniy mavzularni oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik odamlar hujjatlar masalasiga unchalik jiddiy qaramasdi. Masalan, kimdir 1990-yillarda yoki 2000-yillarning boshida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv to'liq emas. Kimdir uyini otasidan qolgan deb biladi, lekin kadastr hujjati eski, meros rasmiylashtirilmagan. Yana kimdir pensiyaga chiqishga oz qolganda, men 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi, lekin bazada faqat 15 yil ish staji ko'rinadi. Mana muammo shundan boshlanadi. Hozir nima o'zgaryapti? Eng katta o'zgarish shuki, davlat idoralari bir-biri bilan elektron ma'lumot almashishni kuchaytiryapti. Ya'ni pensiya jamg'armasi, soliq organi, bandlik organlari, kadastr, banklar, notarial tizim va boshqa idoralar ko'p hollarda qog'oz gapga emas, elektron bazadagi ma'lumotga qaraydi. Siz men ishlaganman desangiz, tizim qayerda, qachon, qancha oylik bilan soliq to'langanmi deb tekshiradi. Siz bu uy meniki desangiz, tizim kadastrda kimning nomida deb qaraydi. Siz men kam ta'minlanganman desangiz, tizim nomingizda mashina, yer, uy, bank hisobida harakat bormi deb tekshiradi. Mana shuning uchun bugun men 20 yoshdan katta fuqarolarga alohida murojaat qilyapman. Chunki aynan shu yoshdan boshlab odam o'zining pensiya, mulk, sog'liq, meros, qarzdorlik va oilaviy hujjatlarini tartibga solish kerak. 25 yoshli yigitda xato bo'lsa, tuzatishga vaqt bor. 28 yoshli odamda xato bo'lsa, u pensiya tayinlash vaqtida yugurib qoladi. 15 yoshli ota-onaning hujjatida muammo bo'lsa, keyin farzandlar merosni rasmiylashtirishda yillab sarson bo'lishi mumkin. Birinchi eng muhim masala ish staji va pensiya hujjatlari. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan holat shu. Odam 25-30 yil ishlab kelgan bo'ladi, lekin elektron bazada ayrim yillar yo'q. Sababi har xil bo'lishi mumkin. Korxona yopilgan, arxivga hujjat topshirilmagan. Mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Familiya o'zgargan. Pasport ma'lumotlari yangilangan, lekin eski ish joyidagi ma'lumot bilan bog'lanmagan. Misol keltiraman. Eptaqin yoshli ayol 1990 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. U o'zini 17 yil stajim bor deb hisoblaydi. Pensiya masalasida murojaat qilganda esa bazada faqat 2000 yildan keyingi davr ko'rinadi. Endi u arxivdan ma'lumotnoma olishi kerak bo'ladi. Agar arxivda hujjat saqlangan bo'lsa yaxshi. Agar korxona hujjatlarini topshirmagan bo'lsa, ish yanada qiyinlashadi. Sud orqali faktni tasdiqlash, guvohlar, eski buyruqlar, ish haqi qaydnomalari kerak bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Erkak kishi 1995 yildan 2010 yilgacha qurilishda ishlagan, lekin ayrim yillarda norasmiy ishlagan. Oylikni qo'lga olgan, soliq to'lanmagan. Mehnat daftarchasiga yozilmagan. U pensiya yoshiga kelganda men ishlaganman-ku deydi. Lekin qonuniy jihatdan ishlagan deb hisoblanishi uchun hujjat kerak. Og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun men doim aytaman. 40 yoshdan keyin har bir odam kamida bir marta o'z ish stajini tekshirtirib qo'yishi kerak. Ikkinchi muhim masala kadastr va mulk huquqi. Juda ko'p oilalarda uy, bobomniki, otamniki, bizniki deb yuradi. Lekin hujjat boshqa gapni ko'rsatadi. Uy hali eski texnik pasportda turibdi. Yer uchastkasi ajratilgan, lekin davlat ro'yxatidan to'liq o'tmagan. Qo'shimcha qurilgan xonalar kadastrga kiritilmagan. Meros ochilgan, lekin merosxo'rlar hujjat olmagan. Bularning barchasi keyin katta muammo bo'ladi. Masalan, 62 yoshli ota oilida yashaydi. Hovli uning otasidan qolgan. Farzandlar ham bu uy otamizniki deb biladi. Lekin kadastr hujjatida hali ham marhum boboning nomi turibdi.
Ota vafot etgandan keyin farzandlar notariusga boradi. Notarius esa avval bobodan meros ochilishi, keyin otaga o'tishi, keyin farzandlarga o'tishi kerakligini tushuntiradi. Agar orada merosxo'rlar ko'p bo'lsa, kimdir chet elda bo'lsa, kimdir rozi bo'lmasa, ish murakkablashadi. Oddiy qilib aytganda. Tirik paytda hal qilish mumkin bo'lgan masala keyin sudga borib qoladi. Uchinchi masala ijtimoiy nafaqa va yordamlar. Hozir kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar. Boquvchisini yo'qotganlar uchun turli yordamlar bor. Lekin bu yordamlar ko'pincha avtomatik tekshiruvdan o'tadi. Oilaning daromadi, mulkiy, transport vositasi, bankdagi holati rasmiy ish joyi hisobga olinadi. Ba'zan odam haqiqatan ham yordamga muhtoj bo'ladi. Lekin hujjatdagi xato sabab rad javob bo'ladi. Masalan, ayol yolg'iz yashaydi. Daromadi kam. Lekin uning nomida eski ishlamaydigan avtomobil turibdi. U mashina allaqachon sotilgan deb o'ylaydi, lekin rasmiylashtirilmagan. Tizim esa nomida avtomobil bor deb ko'rsatadi. Natijada nafaqa chiqmasligi mumkin yoki oila kam daromadli. Lekin kadastrda boshqa qarindoshga tegishli mulk xato bilan shu oila a'zosining nomida turadi. Bunday holatlarni oldindan tekshirmasangiz, rad javobidan keyin yugurishga to'g'ri keladi. 4-masala qarzdorliklar. 40-60 yosh oralig'idagi odamlar ko'pincha kredit, kommunal to'lov, soliq, aliment, jarima yoki kafillik masalalarida ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi odamlar men hech kimdan qarz emasman deb yuradi. Lekin ijro bazasida eski jarima yoki sud qarori chiqib qoladi. Yoki tanishiga kafil bo'lgan, qarzdor to'lamagan, bank endi kafildan talab qilyapti. Pensiya kartasiga mablag' tushganda ushlab qolish holatlari ham bo'lishi mumkin. Har bir ushlab qolish qonuniy chegaralar asosida bo'lishi kerak, lekin avval odam o'zida qanday majburiyat borligini bilishi shart. 5-masala pasport, familiya, nikoh va tug'ilganlik hujjatlaridagi farqlar. Bu kichik xato ko'rinsa ham pensiya, meros, mulk, bank va sud ishlarida katta to'siq bo'ladi. Masalan, mehnat daftarchasida ism Gulnora, pasportda Gulnoza bo'lib qolgan. Yoki eski hujjatda tug'ilgan sana bir kun farq qiladi. Yoki ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin ish stajidagi yozuvlar eski familiyada qolgan. Bularni bog'lovchi hujjat bo'lmasa, idora bu bir shaxs ekani tasdiqlang deydi. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Men birinchi navbatda pensiyaga o'nlundek xil qolgan fuqarolarni aytaman. Ya'ni 7 yoshdan oshgan har bir odam hozirdan ish staji, daromad. Hujjatlarni tekshirtirishi kerak. Ikkinchi guruh pensiya yoshiga 15 yil qolganlar. Ular umuman kutmasligi kerak. Uchinchisi uy joyi eski hujjatda turganlar. 4-si norasmiy ishlagan yoki bir necha joyda ishlaganlar. 5-si nomida eski mashina, yopilmagan yakka tartibdagi tadbirkorlik, soliq qarzi, ijro hujjati bor yo'qligini bilmaydiganlar. 6-si yolg'iz yashaydigan keksalar va ularning farzandlari. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish faoliyatingiz rasmiy bo'lgan, mehnat daftarchasi va elektron ma'lumotlar to'liq, kadastr hujjatlari yangi, meros masalalari rasmiy, soliq va kredit qarzlaringiz yo'q, pasport ma'lumotlaringiz hamma hujjatda bir xil bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin bu tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men baribir yilga kamida bir marta asosiy ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. Har bir elektron bazadagi xato avtomatik ravishda sizning aybingiz degani emas. Ba'zan idora noto'g'ri kiritgan bo'ladi. Eski ma'lumot ko'chmagan bo'ladi. Ikki xil bazada ikki xil raqam turadi. Bunday vaziyatda jahl qilish emas, yozma murojaat qilish kerak. Og'zaki aytilgan gap yo'qolib ketadi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi va unga javob berilishi shart. Ikkinchi nozik masala, mening qo'limda hujjat bor degan gap har doim yetarli emas. Hujjat haqiqiy, o'qilishi mumkin. Muhr va imzo aniq, tegishli idora tomonidan berilgan bo'lishi kerak. Agar hujjat yirtilgan, nomir ko'rinmaydi, muhr xira, sana yo'q bo'lsa, idora qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni skaner qilib, nusxa olib, aslini alohida papkada saqlash kerak. 3-nozik masala, merosda vaqt juda muhim. Ko'pchilik merosni keyin qilamiz deb yuradi. Lekin meros ochilgandan keyin ma'lum muddat ichida murojaat qilish qoidalari bor. Agar muddat o'tib ketsa, keyin tiklash masalasi sud orqali hal bo'lishi mumkin. Ayniqsa ota-ona vafotidan keyin aka-uka, opa-singillar o'rtasida kelishmovchilik chiqsa, rasmiy hujjatsiz hech kimning og'zaki kelishuvi mustahkam kafolat bo'lmaydi. 4-nozik masala,
uyga qo'shimcha qurilgan joylar. Masalan, hovliga oshxona, hammom, ikkinchi qavat yoki qo'shimcha xona qurilgan. Oila yillar davomida foydalanadi, lekin kadastrga kiritmaydi. Keyin uy sotiladigan bo'lsa, garovga qo'yiladigan bo'lsa, merosga o'tadigan bo'lsa yoki nizoli vaziyat chiqsa, rasmiy maydon bilan haqiqiy maydon farq qiladi. Bu jarima qayta rasmiylashtirish, ekspertiza yoki sud masalasiga olib kelishi mumkin. 5-nozik masala, pensiya faqat yoshga qarab emas, hujjatga qarab belgilanadi. Odam yoshim yetdi, endi pensiya berishadi deb o'ylaydi. Yosh muhim, lekin staj, badal, ish davri, imtiyozli sharoit, nogironlik, o'quvchini yo'qotish kabi omillar ham bor. Agar siz imtiyozli ishda ishlagan bo'lsangiz, masalan, o'g'ir, zararli yoki alohida sharoitdagi ishlar bo'lsa, buni tasdiqlovchi hujjatlar alohida ahamiyatga ega. Oddiy mehnat daftarchasidagi lavozim nomi yetmasligi mumkin, korxona ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 6-nozik masala. Telefon orqali kelgan xabarlarga ishonib qolmang. So'nggi paytlarda yangi qonun chiqdi, pulingiz bloklanadi, pensiyangiz to'xtaydi, hujjat yuboring deb aldovlar ko'paygan. Hech qachon bank kartangiz kodi, SMS kodi, pasport rasmingiz, plastik karta ma'lumotingizni notanish odamga yubormang. Davlat idoralari sizdan Telegram orqali karta paroli so'ramaydi. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat organlarining rasmiy saytlari. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla, notarius, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markazi orqali tekshiring. 7-nozik masala, farzandlar ota-onaning hujjatlariga befarq bo'lmasligi kerak. 65 yoshdan oshgan ota-onalar ko'pincha elektron xizmatlardan foydalanishga qiynaladi. Ular uchun navbat olish, ariza yuborish, kadastr ko'chirmasini olish, qarzdorlikni tekshirish oson emas. Lekin farzandlar o'zlari biladi deb tashlab qo'ysa, keyin butun oila qiynaladi. Men farzandlarga ham aytaman, ota-onangizning hujjatlarini hurmat bilan, bosim qilmasdan, tartib bilan tekshirib chiqing. Endi eng muhim qism, nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nogironlik hujjati, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, mulk hujjatlari bo'lsin. Har bir hujjatning aslini alohida, nusxasini alohida saqlang. Ikkinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Elektron xizmatlardan foydalana olsangiz may. Gov.uz orqali mavjud ma'lumotlarni tekshiring. Agar ayrim yillar ko'rinmasa, darhol eski ish joyingiz, arxiv yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma so'rang. Arizada aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, ishga kirgan va chiqqan sanalarni ko'rsating. Menga ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak deb yozing. 3-qadam, kadastrni tekshiring. Uy, yer, kvartira kimning nomida ekanini aniqlang. Kadastr hujjatdagi maydon, manzil egasi, reja va haqiqiy holat mos keladimi? Shuni ko'ring. Agar uy marhum qarindosh nomida turgan bo'lsa, notariusga boring va meros masalasini so'rang. Agar qo'shimcha qurilish kiritilmagan bo'lsa, kadastr organi yoki davlat xizmatlari markazidan rasmiylashtirish tartibini aniqlang. 4-qadam, qarzdorliklaringizni tekshiring. Soliqdan qarzingiz bormi? Kommunal to'lovlarda katta farq bormi? Sud ijrosi bo'yicha ochilganmi? Bank kreditida kechikish bormi? Kafillik majburiyati bormi? Bularni aniqlang. Ayniqsa pensiya kartasiga pul tushadigan odamlar qarzdorlik sabab ushlab qolish bo'lsa, qaysi hujjat asosida ushlanganini bilish kerak. Bankdan yoki ijro organidan yozma ma'lumot so'rashdan tortinmang. 5-qadam, ijtimoiy yordamga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, avval oilaviy holatni tartibga keltiring. Bir uyda kim ro'yxatda turibdi, kim haqiqatda yashaydi, kimning daromadi bor, kimning nomida mulk bor, buni aniqlang. Ba'zan ro'yxatda turib, aslida boshqa joyda yashaydigan qarindoshning daromadi oilaga qo'shilib hisoblanishi mumkin. Shuning uchun mahalla bilan maslahatlashib, hujjatlarni to'g'ri tayyorlang. 6-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling. Davlat idorasiga borganda faqat og'zaki tushuntirish bilan cheklanmang. Ariza bering, kirim raqamini oling, javob muddati qachon tugashini so'rang. Agar rad javobi bersa, rad etish sababi yozma bo'lsin. Chunki keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish uchun aynan yozma javob kerak bo'ladi.
og'zaki aytishdi degan gap huquqiy himoyada kuchsiz. 7-qadam ishonchnoma masalasiga ehtiyot bo'ling. Keksa ota-onangiz nomidan ish yuritmoqchi bo'lsangiz, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Lekin ishonchnomani kimga berayotganingizni bilib bering. Uy sotish, pul olish, bank hisobini boshqarish, hujjat topshirish vakolatlari bir xil emas. Ishonchnoma matnini o'qimasdan imzo qo'ymang. Keksa odamni shoshiltirib, tushuntirmasdan imzo qo'ydirish juda xavfli. 8-qadam. Hujjatlarni raqamli nusxaga o'tkazing. Telefon bilan oddiy rasmga olish ham yordam beradi, lekin yaxshisi skaner qiling. Fayllarni nomlab qo'ying. Pasport, mehnat daftarchasi, kadastr, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi. Nusxalarni farzandlardan birida yoki ishonchli elektron xotirada saqlash mumkin. Lekin begona odamlarga yubormang, ochiq guruhlarga tashlamang. 9-qadam. Agar xato topsangiz, vahimaga tushmang. Xatoni tuzatish tartibi bor. Ism xato bo'lsa, FHDG yoki tegishli organ orqali tuzatiladi. Ish staji yo'q bo'lsa, arxiv, korxona yoki sud orqali tasdiqlanadi. Kadastr organi orqali o'zgartirish kiritiladi. Qarzdorlik noto'g'ri bo'lsa, bank, soliq yoki ijro organiga e'tiroz beriladi. Eng muhimi, harakatni hozirdan boshlash. 10-qadam. Mutaxassisga vaqtida murojaat qiling. Har bir masalada advokat shart emas, lekin meros nizosi, sud orqali staj tasdiqlash, kadastr nizosi, katta qarzdorlik yoki firibgarlik holatida malakali yurist bilan maslahatlashgan yaxshi. Chunki bir noto'g'ri ariza, bir noto'g'ri imzo, bir o'tkazib yuborilgan muddat keyin ancha qimmatga tushadi. Azizlar, bugungi gapimning mohiyati bitta. Yangi tartiblar va raqamli tekshiruvlar davrida keyin ko'ramiz degan odat juda xavfli. 40 yoshdan keyin har bir inson o'z ish staji, mulkiy qarzdorligi, shaxsiy hujjatlari va ijtimoiy holatini tekshirtirib borish kerak. 60 yoshdan keyin esa bu masalani umuman kechiktirmaslik kerak. Chunki pensiya, meros, uy-joy, nafaqa va bank masalalarida hujjat gapiradi. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Hujjatlaringiz joyida bo'lsa, yangi tartiblar sizga qulaylik beradi. Hujjatlarda xato bo'lsa, hozir tuzatsangiz, o'zingizni ham, farzandlaringizni ham kelajakdagi sarsonlikdan asraysiz. Sizda shunday muammo bo'lganmi? Pensiya staji chiqmaganmi? Kadastrda xato bo'lganmi? Meros yoki qarzdorlik masalasida qiynalganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham qonuniy masalalarni oddiy, tushunarli va amaliy tilda tushuntirishda davom etaman.